Suyuqlar deyen uçraşdıq. Men dostunlar Zübeyde Atırsın. Bugün radioaldagi aziz dostlarım bilan ayollarni texmo jalbkor, jazbador, baxtli qiladigan odatlarni o'rtoqlashmoqchiman. Undaqda zodi qaysi odatlar ayollarni texmo baxtli ham jazbador qila oladi, ayollarning turmushini ma'niga ega qila oladi. Buning birinchisi bo'lsa, kitob o'qish. Balki nurg'ulg'an do'stlarimiz kitob o'qishni yaxshi ko'rishi mumkin, yana ba'zi do'stlarimiz bo'lsa kitob o'qishni yoqtirmasligi mumkin. Endi bir yaxshi kitob odamning qalbini tovlaydi do'stlar. Ishdan sirtqi vaqtlaringizda bir kitobni qo'lingizga elib, kitobdagi personajlar bilan xushallik va qayg'udan tang bahramon bo'lib, dunyoning ko'p xilligini, odam tabiatining murakkabligini tushuna olasiz. Kitob o'qish sizni bayqilolmaydi. Lekin kitob o'qish va tafakkur qilish sizning o'zgacha ichki dunyo yaratishingizga yordam beradi. Siz o'zingizning kimligini, bu dunyoning qanchalik cho'ngligini, shundaqla qanday qilib sizga eng mos keladigan usulda yashayotganligingizni bila olasiz. Bir go'zal ruh, bir go'zal chiroydan texmo qimmatli. Bir kitobni haqiqiy o'qib boqqan odamning o'ziga xos salobati bo'ladi. Endi ikkinchi xil odat bo'lsa badan chiniqtirish. Endi ko'pinchalarimiz badan chiniqtirishga urinib qolamiz. Shaxsan men ancha yoqtirib ketmayman. Ammo badan chiniqtirish haqiqatan intayin muhim do'stlar. Nurg'ulg'an do'stlarimiz asta badan boshqarishdan voz kechib ketadi. Kunda yetib, o'ltirib, vaqtning uzurishiga ergishib, qo'rsq uchun yurib samirib ketadi. Kishilik hayotga o'zgarishlarni ko'rib, buninglik bilan o'zimni tushkulishib ketadi. Endi uzoq muddat harakat qilib badan chiniqtirgan kishilarga qarab boqadigan bo'lsak, ko'p yillardan keyin ularning kuch-quvvati urg'ib turgan, teni sog'lom bo'ladi. Agar bir ayol salomatligidan voz kechmasa, undaqda uning turmushga bo'lgan ishonchisimi o'xshashlanaydi cho'ng bo'ladi. Shuning uchun badan chiniqtirishga ahamiyat berishimiz kerak. Endi uchinchisi bo'lsa, vaqtida uxlamaslik. Balki mushu mezgilda nurg'ulg'an do'stlarimiz uyda orom erish jarayonida kecha bilan kunduzni almashtirib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Yaqindan buyon uyqungiz qanaqroq do'stim? Har kuni kesh yetyapsiz. Nurg'ulg'an do'stlarimiz har kuni ishga berib ketsa, uyga qaytib kelib o'yin o'ynab, televizor ko'rib, orom elib, uxlash vaqtini bilib-bilmayli o'tkazib yetadi. Undan uyqusi kechikib ketadi. Endi nurg'ulg'an ayollar kechida vaqtida uxlamaganda eng qimmatbaho teri asrash buyumlarini ishlatib, behuda o'tgan vaqtini o'rnini to'liqlab, terisini asrab, mushu kesh yetishdan bo'lgan zaxmini azaytmoqchi bo'ladi. Biroq oqshomsi vaqtida orom olmaslikdan kelib chiqqan mana bu masalalarni qimmatbaho kirim buyumlari bilan hal qilib bo'lib bo'lmaydi do'stlar. Odamning badani tabiiy qonuniyatga amal qilib, yaxshi uxlashi, baldir uxlab, baldir turishga odatlanishi lozim. Xo'sh, endi to'rtinchisi bo'lsa, tashqi qiyofatga ahamiyat berish. Qadrli do'stim, tashqi qiyofatingiz radlik, pokiz bo'lib, kirmingiz joyida bo'lsa, ishonch tug'iladi. Ham ruhli ko'rinasiz, ishlaringiz tabiiy yaxshi yurishib ketadi. Pokiz bo'lish o'zga va boshqalarga bo'lgan hurmat. O'zini yasashni o'rganib olish, yiqimga qarg'ulachi ergashmaslik, faqat o'zini yaxshi tutib, o'ziga ishonish lozim. Ayollar cho'qim o'zining tashqi qiyofatiga ravros ahamiyat berishi lozim. Chunki tashqi qiyofat bizning kayfiyatimiz bilan bevosita munosabatlik. Bizning tashqi qiyofatimiz ko'p hollarda bizning xarakterimizni belgilab qo'ydi. Shuning uchun har vaqt o'zimizning tashqi qiyofatiga yurishtirishimizga ahamiyat beraylik. Shaxsiy tozligimizga ahamiyat beraylik. O'zimizning jazbador, jalbkor qiyofatimizni saqlashga ahamiyat beraylik. Sirtqa chiqqanda o'zimizni qanday hisob chiqqan bo'lsak, oilik vaqtlardami o'zimizning oilik qiyofatimizga alohida diqqat qilaylik. Chunki o'zini tashlayotgan ayolni jahon tashlab yetadi, buni unutib qolma. Shuning uchun har vaqt o'zingizni suying, o'zingizning tashqi qiyofatiga ahamiyat berishga ko'ngil bo'ling. Xo'sh, endi 5-inchisi bo'lsa, turmushga ahamiyat berish, turalg'uni ratlash. Endi kishilik turalg'u faqat turalg'u bo'lib qolmasdan, balki bizning oilamiz, bir odamning oilaga tutgan pozitsiyasi turmushning qiyofatini belgilaydi. Turmushni qizg'in suyadigan, turmushga ahamiyat beradigan ayollar faqat birla kichik uy bo'lsa-mu, naytim ehtiyojlik bilan siliqlab bezab yashaydi. Bundaq oila cho'ng bo'lmasa-mu, lekin naytim illiq,
mehri issiq. Shuning uchun oilamizning radlik, pokiza bo'lishiga ahamiyat beraylik do'stlar. Hamda 6-si bo'lsa, sayohat qilish. Menimcha bu qanday sayohat qilishni yaxshi ko'rmaydigan ayollar yo'q bo'lsa kerak. Hamda sayohat qilish nazar doiramizni kengaytiradi. Amaliyotda har bir ayol cho'qim necha ming kitob o'qib, necha ming chaqirim yo'l minib, necha ming odam bilan munosabat o'rnatganda anda nazar doiramizni kengaytiramiz deb o'ylaydi. Amaliyotda undaq emas do'stlar. Ayollar nimani ish yuz berishidan qat'iy nazar o'zingizga bir sayohat bering. Har qatimliq sayohat o'zingizni qaytadan tanitish fursati. Buni unutib qolmang. Xo'sh, endi eng oxirgisi yana 7-si bo'lsa, yangilikqa intilish, o'zini uzluksiz kuchaytirish. Ayollarning eng qo'rqadigani bo'lsa, chiroyning qayrib ketishi emas, balki vaqtning o'tib ketishi, qalbning qaqqasligi. Agar siz zamon tarbidan tashlab etilishdan saqlanmoqchi bo'lsangiz, cho'qim ozod rayondan chiqib yangi shaylarni sinab yiqishingiz lozim. Texnik ko'p mahoratlarni egallashingiz lozim. Masalan, til o'rganish, yeziqchilik, oshpazlik, ya'ni o'zi yaxshi ko'radigan tamoqlarni etib sinab yiqish. O'zining yaxshi ko'radiganini tanlash, gul beqish deganga o'xshash. Qadrli do'stim, shu esingizda bo'lsin, fursat tayyorligi bor kishilarga berildi. Faqat siz yetarli kuchaysangizlar, turmushning murakkabligiga asalla taqobil tura olasiz. Kishilik hayot yo'li uncha tuz emas. Umidsizlik va bo'ron chapqunni qadam tashrif qilib turadi. Bunday vaqtda hargiz qo'rqmang, ma'yuslanmang. Turmushingizga texnik kam ko'rsak bo'ling. Atrofdagi xushalliklarni izlab yiqing. Har vaqt yumorliq bo'ling, turmushingiz kulkiga to'lsin. Esingizda bo'lsin, bu dunyoni parlaq qildig'ini quyosh nuri emas, balki sizning tabassumingiz, sizning iliq qalbingiz. Do'stim, ayol kishi bo'lish sifatingiz bilan cho'qim chiroyli bo'lish shart emas, lekin cho'qim eng yaxshi holatda yashashingiz kerak. O'ziga ishonish, keng qo'rsoq bo'lish, mustaqil, o'zi xo'ja bo'lish, muhabbat nabarda aniq bo'lish, erkin ozod bo'lish kerak. Oxirida programmamni anglab o'tirgan shu suyimli ayollarningki turmushining texmi go'zal bo'lishini, texmi rangdor bo'lishini umid qilaman. Hammalarning turmushiga xotirjamlik, xushallik va baxt yor bo'lsin. Xo'sh, bugun radio aldidagi aziz do'stlarim bilan mo'shinchilik mo'ndashay. Navoiy yuqorqi mazmunlar ko'ngilingizga yoqqan bo'lsa, do'stlar chambargidan bag'irlab qo'ying va do'stlaringizga taqdim qo'ying. Men do'stinglar Zubayda Tursun. Har kuni radio to'lqinlarda uchrashishni unutmaylik. Xayr xo'sh do'stlar.